Ushbu video mana shu kanalda tarjima qilindi. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hozir men sizlarga ajoyib tuzoqni qurishni o'rgataman. Uning uchun sizga lava va varanka kerak bo'ladi. Shunchaki varankani ustiga lavani qo'yasiz va tamom. Endi uni lavaga xohlagan narsangizni yo'sangiz, varankaga tushadi. Bu ya'ni prank. Masalan, sizda almaz bor, do'stingiz almaz deb tasavvur qilsak, do'stingiz turibdi. Hoy qarang, men shuncha almazni, ya'ni shuncha 10 ta almazni tashlab yubordim desanglar, aslida u tashlab yuborilmagan bo'ladi. Ikkinchi prankka kelsak, bu juda ham zo'r prank. Hozir sizlarga ko'rsataman. Birinchi bo'lib mana shunday uy qurib olasizlar va eshigini oldiga razdatchik va TNTli vagon qo'yasizlar. Buni juda ham ko'z qo'yasizlar, xo'sh, mana. Endi esa shuni ko'rmaslik uchun oldini o'rab qo'yamiz. Endi uning ichiga bitta shu yonqadiyonni qo'yasizlar va u do'stingiz eshigini ochishi bilan bum. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.